ovozliq asar Pushaymay yeshi. Xaray ko'zlar bilan atrofga sinchilab qarab yotgan mo'ysut odam nimanidir bir ishlarni xayol aylamoqda edi. Yon tarafdagi uydan bo'lsa, to'xtamay sho'x disko naqshlari yangrab turardi. Ra'na shu naqshga tankash qilib, beshini uyon-buyon langshitganicha g'ingshib o'ltirardi. Yurak kesili vajidan texi amdili doktorxonadan chiqqan Mahmud akaning ochiq hislari uningga orom bermayotdi. Bo'libmi Ra'naning shu bema'ni qiliqlari bechora otini beorom qilib qo'yotdi. Uning jinjitliqqa muhtoj bo'layotgan zaif teni, tinch muhitni shu qadar xohlaydi. U amdili o'rlib turishiga tuyuqsizla mujilib og'rishga boshlagan yuragi Mahmud akani qiynashga boshladi. O'rxlab iskeletga o'xshab qolgan bu odam qo'lini maydasiga qo'ygunicha levini tishlab turardi. Bu og'riqqa qo'shilib, uni birdilla yo'tal tutdi. Mahmud akaning chiroylari qizarib ketyotdi. Qapsab kelgan bu yo'taldan uning butun badani esilib, chiroylari totirib ketgan edi. Bu kechqurun vaqti bo'lib, Lola o'choq beshida kechlik g'izo hozirlash uchun malol bo'lmoqda edi. Texi amdili bog'dan bir dova o'tin terib kirgan Lolaning quloqiga Mahmud akaning yo'talgan ovozi g'ilpal anglandi bo'lg'ay, u hapala-shapala yugurguncha erining yeniga kirib keldi. "Dadasi, nim bo'ldinglar? Bayotdan shunday yaxshi turatdinglar. Birdamdala chiroyinglar o'zgarib, qandaydori qolmabdi-ku. Ara turganda bu to'g'ib-po'qi yo'tal na'dan tutqandi amdi." Lola erining bu holatini ko'rib, sarosimaga tushib ketdi va shundoq dedi: "To'ramni elib chiqinglar, onasi, chapsan bo'linglar." Mahmud aka siqilib ketayotgan nafaslar bilan humidab tinib, tuvan ovozda shundoq dedi: "Bechora odamning yutili uning jinini qiynasa, qiynaydiki, hech bir besqay demaydi. Tinishqimi fursat bermasdan orqa-orqadan kelayotgan yo'tal uni holsiritib qo'ygan edi." "Ma'qul dadisi, ma'qul." Lola dori izlashga boshladi. Ishning ko'pligida u dorini qaysi uyga qo'yganligini esiga ololmayotdi. Yon uydagi muzika hech to'xtamagan bo'lib, Ra'na aldirash yasanmoqda edi. Dil shu asnoda qizining yeniga kirib kelgan Lola bu manzaradan qattiq g'azab o'yladi va Ra'naning yuziga bir tasdak urib vorqirdi. "Dadam qiynalib nem bo'lib ketyapti hozir. Bilamsan shuni? Bu aqlsiz hayvon. Necha kunni beri bo'layotgan ko'ngilsizlikdan xabar yo'qmi? U uyda jantalishib yoqqani, sening dadang qir ko'ngil paskana. Men kirib bo'lg'ochi yeniga chiqish uyoqda tursin, ola tog'il sakrab yuz ko'zlarini jinday bo'yab o'ltirib ketganni. Qiz bola odam bo'lmasa, hech narsa qilg'il bo'lmaydi ekan emasmi? Mushu dunyoda sana uchrab qolgan har qanday odamga ichim og'riydi mening. Voy esit, voy esit. Sendek farzandga ota-ona bo'lib qolganimiz, dada ikkimizning bu dunyodagi eng chong baxtsizligimiz ekan bilsam. Hey, nimishqa meni ursan? Naqshansan nima bo'pti? Xatolik yana menda bo'ldimi endi? Zodi bu o'yingni ortiq shundaqmi? Nima ish qilsam yomon olsan? Ra'namo opasi bilan tang turib vorqirdi. Yom ig'izingni. Har qancha bo'lsa-mu qulog'ingga mazliq elib o'ltirmagan bo'g'ayding. Qag'anni heli deyishimiz. Xab seni. Lola Ra'naga satbirini olib qo'yib chiqib ketdi. Voy, so'ramo. O'zingcha men qo'rqaqsilman deb qolganmidi? Uxlab tushib. Meni bir ikkita bilan odam qilolmaysan-jimi bilib qo'y. Ra'na dimiqini qiqib qo'yib shundoq dedi. Necha yillardan zor bo'lib, ozlab amallab qayirgan chig'imda oran bir farzandlik bo'ldim deb xo'sh bo'lgan edim. Asli o'ylasam, o'zimga dushman tarbiyalabdiganman men. Yana nem kunlarni ko'rsakan senkin tama. Lola shundoq deganicha hasratlik yoshlarini surtib etib, Mahmud akaning to'g'risini elib kirib ketdi.
Bu vaqtda Mahmud aka bir nuqtaga tikilgunicha jim yotadi. Yetilimi to'xtagan bo'lib, tanoqlari ig'ir edi. Butun badani lossida bo'shab ketgandek o'zini tashlab yotgan edi. Lola piyoladagi dorini uningga ichirmak bo'ldi-yu, ammo Mahmud akaning qo'l ishorasi bilan u to'xtab qolgan edi. Men yaxshi. Asrma'la onasi. Sizlar kirib Ranoni chaqirib chiqinglar. Dedi Mahmud aka ko'kirib, titrab ketayotgan lablarini lapildatib qo'yib. To'limi afsus. U qizining o'zini rad qildiganligini o'ylab boqmagan edi. Hozir vaqtim yo'q. Do'stlarim chaqiribdi-ka, shu yerga maqdim. Ishimni tugitib kelib, ondan so'zlashay. Dedi Rana o'zigini qo'lga silg'ach, opasining ko'ziga tikilib qarab. To'la achchig'ini keltirma, Rana. Sen uchun do'st shuncha o'la muhimmi? Ota-onadanmi muhim qanday do'stkan, ha? Bo'lachaqqan. Dadang seni chaqiryotdi. Yeniga chiqqan. Lolaning so'zi tugmasdan Rana urg'uliq qilib aytdi. Bilmasang, esingga sep qo'yay. Bugun degan yangi yil. Bundaq alohida kunda bo'lsa-mu, o'ynaqil qo'ymamdi. Adoshlarimni saqlasam bo'lmaydi. Xo'sh, amsa men maqdim. Rana shundoq degani sumkasini qo'lga olmoqchi bo'ldi-yu, opasining silkisi bilan yana to'xtab qoldi. Sening esingda bo'lsin. Bugun bu uydan chiqmaysan. Ish bo'lsa at qilsan. Kech bo'lganda sirtqa chiqishingga ruxsat qilmayman. Bekorga bir muj avar bo'lib yosinib yuribsa, darhol kiyimlaringni yo'tkab dadoning yeniga chiq. Sirtqa chiqqaningni bir ko'rib boqay qani. Adibingni yeysan mendan. U so'zini tugitibla, eshik tarafga qadamini yo'tkadi. Mamutjo, cho'ng bo'ldim. Davomli men boshqaramdan. Ishimga aralashma bildingmi? Nimani xohlasam shuni qilaman. Deganda kechgacha kalti yutlab qoqirib yotgan hajabmi bir zerikdim bu kasal ko'rpalardan. Rananing ig'izining itligidan ana shundoq ko'ngil ayab o'ltirmay, hatto o'zining ota-onasidanmi o'yin uchun, pul uchun ketishdan yanmaydigan nochor mijozi yana uni tayoqqa qo'ydi. Men seni bekorning qora ko'ngil deb tilmayman. Mana qara, sening ig'izingdan chiqqan gapni bir hayvon aytmaydi. Demak, sen hayvondan esib ketibsan. Qaysi bir farzand dadasini shundoq deydi? Sana bergan osh nenim ham ichim ichishidi. Itmushki bergan bo'lsam-mu, menga vafo qilar edi. Qiz bola bo'lib qolganing sening. Lalaning shunchalik ochiq kelib tursa-mu, o'zini zo'riq besib olib, qizining o'ziga solgan kulfatlardan tilranjisi-mu, Mahmud akaning oldida qaysar ko'rinmasi bo'lmaydi. Dunyolikdagi bir talla farzandini yaxshi tarbiyalamaganligidan ba'zida o'zini gunohkordek his qilsa, ba'zida Ranaga ona bo'lib qolganiga ming o'kinadi. Uning yillardan buyon solgan jabrlari bugunga kelganda Lolani o'zining qiziga o'sh qilib qo'yibdi. Voy tig'i, gaplarini qanday qilay? Sen ruxsat bermasang, chiqmay o'ltirgan odam edim-man. Rana g'o'dirab qo'ydi. Alahazal yarim soat vaqt o'tmasdan u hech kimga to'ydirmasdan g'ip uydan chiqib ketgan edi.